Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga konseynerlarimizni obzorini qilib beramiz. Xitoydan juda ham katta partiyada konseynerlarimiz yetib kelgan. Ko'ringlar, bu konseynerimiz Four Horse firmasiga tegishli 12 voltli konseynerimiz bo'ladi. Bu konseynerda asosan o'zi Damas'ga, Labo'ga qo'yishyapti. Isuzu'ni 5 tonnalarga ham qo'yishyapti. Narxlari qaranglar. Skidkada 3.490.000 so'mdan chiqyapti. Foydalanib qo'yinglar kelar. Xo'p, bu tomonda xuddi shuni mana 24 voltli varianti. Buni shu Isuzu'ning 10 tonnaliklariga, Kia Bongo portalariga qo'yishyapti shopir akalar. Ko'rib olasizlar, buni narxi 2.890.000 dan chiqyapti. Xo'p, bu qizil varianti, buni o'zi xalq tilida buni ko'la idish deyishar ekan. Ko'pchilik shopirlar o'zi bilib olgan ekan buni. Ko'la idish deb laqab qo'yib qo'yishgan ekan bunga, bilinma, qizilligiga bo'lsa kerak. Buni 24 voltligi bor. Buni ham Isuzu'ning 10 tonnaliklariga, Hovo'ning 10 tonnaliklariga qo'yishyapti akalar. Bu 24 voltli bo'ladi. Narxi atiga 2.890.000 so'mdan chiqyapti. Hamma narsalar ichida. Xo'p, xuddi shu agregat qizilidan, xuddi shuni mana 12 volt variant qaranglar. Buni narxi sal qimmatroq. Sababi buni kompressori sal kuchliroq ishlab chiqarilgan. Buni bemalol ekskavator, pogrushchilarga ham qo'yishyapti shopir akalar. Qaranglar, mana fellari ham o'zi bilan sizlarga qo'shib beramiz. Xo'p, bu tomonda mana bir parrali konseynerimiz, lyukka qo'yadigan konseyner bo'ladi bu. Qaranglar buni. Fellari neobishniy qilib ishlab chiqarilgan. Qaranglar buni qora qilib, chiroyli qilib. Bu ichlarini xo'p, kabinaning ichida konseyner borligini ham bilintirmaydi bu. Qaranglar, dizaynlari juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Buni Hovochi, Chakminchi, Iveco akalarimizdan qo'yib yuborishyapti buni. Buni narxi hozircha sir sizlarga. Xo'p, xuddi shu variantda mana parragi sal kattaroq, o'zini razmeri ham sal kattaroq variantida. Bunda razmeri 95 ga 85 bo'ladi shopir akalar. Qaranglar buni. Narigimizning razmeri 75 edi. Bu sal 20 sm ga uzunroq. Buni narxi skidkada 4.790.000 so'm chiqyapti. 24 voltli bo'ladi. Buni ham lyukka qo'yishyapti. Xo'p, buni ham adashmasam furachi akalarimiz bizdan sotib olishdi ko'proq. Furaga yaxshi foyda berar ekan buni. Furachi akalarga tashlab qo'yasizlar videoda. Xo'p, qaranglar, bu tomonda mana xuddi shu bir parrelida ikki parreli variantda turibdi, qaranglar shopir akalar. Bu yana ham kattaroq sovutishni boshlaydi bu. Fellarini qaranglar, fellari sal neobishniyroq buni qaranglar. Shopir akalar. Buni pultlari, hamma ehtiyoj qismlari o'zi bilan bo'ladi. Buni ham xo'p, Iveco, Citrak yuk mashinalariga qo'yishyapti. Sovutishlari vobshe zo'r. Narxi 4.990.000 dan, razmeri 95 ga 85 bo'ladi shopir akalar. Xo'p, bu tomonda mana ikki parrelli variantini sal boshqacharoq qaranglar. Sal neobishniyroq, buni narxi sal qimmatroq. Buni sababi buni kompressori narigilariga nisbatan yaxshiroq, originalroq. Ular ham original, bu yana ham originalroq. Full pozitsiyadagi konseynerimiz bo'ladi. Buni ham furachi akalar qo'yishyapti. Iveco, Volvo yuk mashinalariga birga bir bemalol tushaveradi. Fellari birga bir bo'ladi, original bo'ladi. Xo'p, buni narxi skidkada 5.190.000 so'm. Xo'p, buni razmerlari ham 95 ga 85 bo'ladi shopir akalar. Kimga shunaqa